Uyg'ur yeziq asosida bir xil iliqi qog'onimning demakchi bo'lganlari Uyg'ur yezig'i bilan Mo'ng'ul tilining shifoligi bo'ladigan yezig'ni ijod qilishqu deydi. To'g'ri. Shuni demoqchi edim. Mo'ng'ul xonligimi hozir nat cho'ng xonlik bo'lib qolgan tursa, o'zimizning yezig'i bo'lmasa qamlishamdi. Lashkariy farmon yasoqlarni tushirish, qo'shni ellar bilan bo'lgan aloqa ishlarida ishorat ham yip tugunchaklash bilan ish oqtirg'ili bo'lmas. Qog'onim, maqsadlarini tushundim. Yaqindan beri men shu ishni o'ylayapman. Mo'ng'ullar hozirgi she'riy tilda ma'mur buyruq, lashkariy farmon yasoqlarni tushirsa yoki aloqalasi bo'lmaydi. To'g'ri. Ulug' Suv elining Suv yezig'i, Oltin xonligining Jirjit yezig'i, Tang'utlarning Tang'ut yezig'i, hatto nurg'ilgan kichik ellarning yezig'i bor ekan. Biz ulug' Mo'ng'ul davlatini quramiz deyotganmiz, yezig'imiz bo'lmasa qandoq bo'ladi? Cho'qim o'z yezig'imizni ijod qilishimiz kerak. Tatatunga. Bu ishni hal qilib beralamdilar. Men hal qila olmayman. Yaraydilar. Rahmat sizlarga. Sizlar Mo'ng'ullarga olamshumul bir cho'ng ishlar qilib beradigan bo'ldilar. Tez chiqsalar. Avval ular bilan sarkardilar. Ondan butun Mo'ng'ul bolaları o'rgansin. Bizning Jurjit, Xanzuladek bir tutash qo'llanadigan yezig'imiz bo'lsa, uning bilan yana to'hpillarimizni xotirlab, kitob qilib qoldiramiz tag'i. To'g'ri. Sizlar menga yana oltin tamig'i bilan qo'shin o'tkash ishlatadigan yo'lbos boshliq destak, ham muhofizachilar navbat almashgan ishlatadigan tamtak tutib bersizlar. Umuman, yerimdan bir qadamni nari ketmasizlar. Bu ishlarga o'zlari ega bo'lsinlar. Xo'p. Qog'onim, ustoz yanlaridan bir qadam nari ketmasa, bizga qandoq dars o'tadi? O'chaq sizlar qandoq uxlaydilar? Yerimdan bir qadam nari ketmasizlar deganimning ma'nosi yaqindan qo'llash, yaqindan moslashish, yaqin turish deganlik. Yerimdan rostli bir qadamni nari